Bu yerda joyi oldindan band qilib qo'ymasangiz, iftorlikka och qolishingiz aniq. Chunki bu restoranning ovqatlari juda ko'pchilikka yoqadi. Restoran bir o'tirishda 550 kishini o'z ichiga ola oladi. Lekin shunga qaramay iftor payti talab juda ham ko'p. Bu Resto oilaviy restorani. Bu restoranda Ramazon oyi uchun maxsus menyu tuzilgan. Menyudagi taomlar hammasi iftorbob, suyuqdan tortib quyug'igacha. Og'iz ochib olgandan keyin ovqatlanishga start berish uchun 4 kishi yoki 2 kishiga mo'ljallangan maxsus iftor seti bor. Bundan tashqari birinchisiga manpar, sho'rva yoki mastava ichib ko'rishinglar mumkin. Menga sho'rvasi juda yoqdi. Kelganinglarda albatta mana shu salatadan ham yeb ko'ringlar. Ishoninglar, sizlarga ham yoqadi. Nomini bilganlar kommentga yozib ketinglar. Ramazon menyusidagi taomlar har xil. Hamma o'zini didiga qarab buyurtma qilsa bo'ladi. Restoda faqatgina iftorlik emas, saharligi ham kelsalar bo'ladi. 11:30 dan sahar 4 gacha Toshkentning mashhur oshpazlaridan biri zaytun yog'ida tayyorlagan oshni ham tatib ko'rishinglar mumkin. Interyer hashamatli, xizmat ko'rsatish a'lo darajada. Ko'rgan odam bu yerni juda qimmat joy deb o'ylaydi. Lekin checklist 200 ming 300 ming atrofida tushadi. Resto restorani Ramazon oyida ertalab 8 dan sahar 4 gacha ishlaydi. Oilasiga eng yaxshilarini ulashadiganlar albatta bu yerga kelib ko'rishlari shart. Adres Matbuotchilar ko'chasi, skverda, orientir poytaxt savdo markazi yoni. Bu videoni o'zini yaxshi ko'radiganlarga jo'natib qo'yinglar.